hammalarimizni o'zimizni ishimiz bor va o'zimizning muammoyimiz bor. Lekin bizning muammoyimiz, bizning ishlarimiz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ishlarini yonida juda kichkina bo'lib qoladi. Bizning muammolarimiz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muammolarini yanada yo'q. İnsoniyatga va jinlarga payg'ambar qilib yuborilgan va juda ko'p savollar, muammolar ko'p bo'lgan. Ana bu muammolarni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eshigini ostiga qo'yib, uyga qadam bosayotganda bo'lib kirar ekan. Ayolni eri bo'lib kirar ekan uyga. Demak, uydagi bo'layotgan muammolarni biri ayolimizni huzuriga u ayolning eri bo'lib kirmayapmiz-da, muammo bo'lib kiryapmiz. Ko'chadagi bo'layotgan muammolarimizni ta'sir ostida kirib kelyapmiz.